Assalomu alaykum. Bugun quvonchimni cheki yo'q. Sababi mana shu tadbirda g'olib bo'ldik. Ya'ni o'zimizning biznes g'oyamiz bilan qatnashgan edik va topshirgandik. Qanchadan qancha biznes g'oyalarni ichida bizani dokumentlarimiz o'tdi. Ya'ni biznes g'oyamiz tasdiqlandi. Haqiqatda zo'rligi, jamiyatga foydaliligi, ayollarni ish bilan ta'minlash bo'yicha yangi g'oya bilan xudo xolasa olg'a yuramiz va vaucher, ya'ni davlat o'zi ta'minlab o'sha biznesingizni moliyalashtirib beradi. Sizdan faqatgina mehnat, faqatgina oldinga intilish bo'ladi. Men yurtimizdagi ayollarga yaratib berayotgan imkoniyatlarni bu shunchaki gaplamasda, haqiqatda mana ozgincha mehnat qilsangiz, ozgincha izlansangiz, hammasini yechimini Alloh o'zi berayotgan. Bu uchun tuman hokimiyatiga, Xotin-qizlar qo'mitasiga alohida rahmat aytaman. Juda ham xursandman to'g'risi.